ko'p klientlarimiz bizga beradigan savolligi oynasi singan narsa olib kelishadi. O'zidek bo'ladimi, yo'q ekran almashtirsam o'zidek bo'ladimi degan narsa bo'ladi. Xo'p, men sizlarga hozir ikkita model ko'rsataman. Samsung, iPhone. Ko'rishingiz mumkin. Holat shunaqa singan bo'lgan. iPhone'imizni ham storalarimizda qo'yib borganmiz. Qanaqa singanini. Men sizlarga rezultatini ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. O'zidek bo'lib chiqqan, hech qanaqa defekt yo'q, ichida valna bo'lib o'ynab qolmagan. Zavod bo'lib chiqadi, deyarli hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Samsung sizlarga ko'rsatamiz. Hop, 23 Ultra. 23 Ultrani ham ko'rsanglar bo'ladi. Hop, ichida valna bo'lib qoladi deyshadi. Ichida hech qanaqa valna bo'lmaydi. O'zidek bo'lib chiqadi. 21 Ultra. 21 Ultramizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Idealniy holatda chiqqan, hech qanaqa defekt bo'lmaydi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishlarni ishonchli va sifatli qilib hal qilib beramiz.